Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Amarkets Brokerlik kompaniyasi analitik Behzod va bugungi podkastimiz mehmoni Phoenix Traderlar klubi asoschisi Bahrom Davlatov va hozirgi vaqtda Smart Magdag brendi asosida, ya'ni Smart Magdag jamoasini hamkorlaridan biri hisoblanadilar. Bahrom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Bezdod aka. Avvalambor rahmat e'tibor uchun va taklif uchun. Kattakon rahmat. Tashrif uchun rahmat. Keling, siz bilan dildan ochiqchasiga gaplashamiz. Albatta. Keling, sizni men o'zim lichna taniyman va siz 10 yildan ortiq tajribaga egasiz. Hozirgi vaqtgacha 10 yildan ortiq traderlar уже 10 yil bo'lgan bo'lsa, уже ular mashhur. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda faol, lekin sizni tanigan bor, tanimagan bor. Xuddi shunday. Ya'ni bugun ommaga, butun mana shu Amarkets jamoasiga, ya'ni traderlarni kuzatuvchilarimizga, hammasiga sizni tanitamiz. Shu orada taniganlar uchun yana siz haqingizda ko'proq ma'lumotni yetkazib beramiz deb o'ylayman. Keling, savollarga boshlaymiz. Trading bilan qanaqa tanishib qolgansiz? 10 yil, 10 nechidir yil oldin siz qanaqa trading bilan tanishgansiz? U vaqtda YouTube'da bu mavzular kam bo'lgan bo'lsa, albatta. O'zbek segmentida juda ham ma'lumotlar kam bo'lgan. To'g'ri aytasiz, Bezdod aka. Birinchi tradingga kirib kelishim 2013-2014-yillarga to'g'ri keladi. O'sha paytlarda men Toshkent Moliya institutida o'qirdim va Toshkent Moliya institutida bizga dars bergan o'qituvchimiz bo'lgan. O'sha makroiqtisodiyot, makro iqtisodiyot bo'yicha dars beradigan o'qituvchimiz bo'lgan. Shu o'qituvchimiz sababchi bo'lgan, u o'sha noutbukini ochib, Amerika fond birjasida ishlab turgan paytda oldiga o'sha murojaat bilan kirganman. Shu bo'yicha ko'rib, grafik ko'rib qiziqish uyg'ongan, so'raganman va birinchi sababchilardan o'sha qaysidir ma'noda meni o'qituvchim meni bu sohaga kirib kelishimga sababchi bo'lgan va men bugun o'sha insonga juda ham katta rahmatimni aytaman va o'shandagi qanaqadir tasodif bo'lgan shunaqa bir uchrashuvga men Xudoga shukr qilaman, hayotimdan minnatdorman bunaqa narsa uchun. Demak, agar o'sha kuni tasodifan kirib qolmaganingizda, albatta, ularni noutbukiga ko'zingiz tushmaganda, balki tradingga kechroq kirardingiz yoki vobshe kirmasdingiz, to'g'rimi? Balki kechroq, balki haqiqatan ham umuman bu haqda xabarim bo'lmasligi mumkin edi. Bunga bitta sabab bor. Chunki Toshkent Moliya institutida o'qigandan keyin meni eng katta niyatim o'sha qanaqadir moliya tizimida, ya'ni davlat moliya tizimlarida, iqtisod sohasida ishlash niyatim bo'lgan. Va eng asosiy maqsad, eng asosiy fokus shunga qaratilgan bo'lgan. Lekin yana bitta ma'lumotni aytaman, bu narsaga qiziqishimiz sababi ham menga o'sha paytda, o'sha vaqtning o'zida juda ham to'g'ri ma'lumot berilgani sabab bo'lgan. Ya'ni o'qituvchim aytgan, nima bu deb savol berganman-da. Nima bu desam, aytganki, hech qachon Bahrom iqtisod sifatida rivojlanmoqchi bo'lsang, sen qanaqadir kichkina tor doirada rivojlanib qolma. Qanaqadir faqat raqamlarga bog'lanib qolma. Butun dunyo iqtisodiyoti bu juda ham katta o'rgimchak to'riga o'xshagan narsa. Qanaqadir sen davlat institutlarida qanaqadir diplomni olib chiqqaningdan keyin bu degani seni umring oxirigacha ish kafolatlangan yoki qanaqadir sen bo'ldi moliya institutini bitirding, sen bo'ldi qanaqadir bir lavozimda ishlaysan degani emas. O'sha yerga tush, uyg'on. Sen shunchaki iqtisodchi emas, xalqaro darajadagi iqtisodchi bo'l. Va bu yo'lga seni olib chiqadigan narsa faqat mana bu narsa. Shu seni ekranda ko'rib turgan narsang, bu juda ham uzoqlar, bir necha asr oldin rivojlanib, shakllanib kelayotgan narsa va bizni bugungi kunda senga berayotgan darslarimni mana shu joydagi o'sha grafiklardan ilhomlangan holatda va mana shu analitikadan olib chiqib, sizlar hayratlanadigan raqamlarni men mana shu grafikdan olaman. Ya'ni misol uchun nefs tushib ketishi, tillarni ko'tarilib ketishi, qanaqadir bir haligi iqtisodiy jarayonlarda o'sha davlatlarning iqtisodiyotiga qanaqa ta'sir qilishlarini aynan mana shu bilimga ega bo'lganim uchun sizlarga biz aytardik-da, darsingiz juda ham yaxshi. Sizning darsingizda to'liq qatnashish bizning xohishimiz bor, shunaqa. Chunki biz bilamiz, institutlarda odatda darsiga kirilmaydi, lekin u o'qituvchimizning darsida biz 100% o'tirardik. Sabab nimaga? Chunki ma'lumotlar asoslangan va o'sha hayotda bo'layotgan misollardan olib chiqib aytilgan. Va bu narsa, ya'ni tasodif deganda 2 yoki 3 minutlik menga berilgan qanaqadir maslahat emas. Ya'ni o'sha insonni taniganim, iqtisodiyot bo'yicha juda ham keng fikrga ega inson edi-da. Bu narsa qanaqadir menga turtki bo'lgan. To'g'ri, birinchi jiddiy qaramaganman. Masalan, 2013-yil desam,
hozir bizni kuzatib turganlar deb ikkilanishi mumkin yoki qanaqadir ishonmasligi mumkin. To'g'ri, 2013-yilda buni eshitganman, lekin jiddiylashish, ya'ni bu sohaga nisbatan jiddiylashish o'sha 6 oy, 7 oy, 1 yil davomida asta-sekinlik bilan meni o'ziga tortib borganda. Chunki moliya institutida o'qiydigan har qanaqa inson raqamga qiziqadi. Albatta u iqtisodchi, u tanasiga singib ketadi, chunki kuningiz raqam bilan bo'lib qoladi. Shuni evaziga asta-sekinlik bilan bu sohaga kirib u paytda o'zbek segmentida bu to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lmagan, YouTube ma'lumot mutlaqo yo'q. O'sha inson menga ingliz tilidagi kitoblarni bergan, boshqa qo'llanmalar. Shuni evaziga asta-sekin o'z ustimizda ishlab, sohaga qiziqib, Xudoga shukr, mana bugun Beyzat aka oldingizda o'tiribmiz. Tushunarli. Qarang, agar hozir u inson o'sha vaqtda 13-yillarda universitetda dars berib, undan oldin ishlab kelayotgan inson bo'lsa kerakki, fond bozorlarida savdo qilganlar hozirgacha bormi ular? Ya'ni hayotmi va savdo qiladilarmi? Hozir bor. Hozir u kishi shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab, shu ta'lim sohasida ishlaydi va turli xil o'sha aksiyalar, misol uchun indekslar, asosan investitsiya yo'nalishida ishlab keladilar. Biz ular bilan doimiy aloqadamiz va men o'ylaymanki, bugungi shu videolarimizni kishi ko'rsalar, xursand bo'lishlarini men ishonaman. Chunki aynan o'sha inson sababchilar. Ya'ni o'quvchini natijasi albatta ustoz uchun menimcha yoqimli bo'ladi. Oradan 6 oy, 1 yil o'tib jiddiy qaradim duosi. Jiddiy qaradim. O'sha vaqt ichida birinchi savdoingiz haqida gapirib bering endi. Birinchi savdoim juda ham qiziq bo'lgan. O'sha savdo jarayonini boshlashimdan oldin bitta narsani to'xtab o'tishim kerak. Har qanaqa inson doim shu narsani gapirganda ozgina hayajon bo'ladi Beyzat aka. Qanaqadir rasmiy gaplarni gapirmoqchi emasman bugun. Men bugun siz bilan haqiqatda bor, ochiq oydin gaplashmoqchiman. Shuncha yillardan beri o'sha qanaqadir ichimda to'planib kelgan gaplar mana vaqt bo'lib qoldi, aytib olmoqchiman. O'sha paytda men faqat moliya institutidagi kompyuterlardan foydalana olardim xolos, chunki menda даже notebook bo'lmagan. Shu sohani o'rgandim, boshqa qildim. Semestr yakunladik, uyga bordik. Uyga borganda endi har qanaqa farzand birinchi onasiga aytadi. Onamga aytdim, ona dedim, shunaqa iqtisodiy shunaqa soha bor, u xalqaro darajada va men unda o'zimni kelajagimni ko'ryapman. Menga yordam bering, menga bitta notebook kerak. Chunki institutdan tashqarida bu bilan uzilish bo'lyapti menda. Menga doimiy grafik bilan yonma-yon yurishim shart va zarur. Va notebook olib berdilar. Birinchi investitsiya. Albatta, men butun umr minnatdorman. Hech qanaqasiga menga qarshilik bo'lmagan. Iqtisodchisan, deyarli oliy ma'lumotsan, men seni qarorlaringga ishonaman. Uyaltirib qo'ymaysan, to'g'ri yo'lda foydalanasan, mayli, olib beraman va kreditga biz birinchi notebookni olganmiz. Birinchi savdolarim mana shu joyda men shu kishiga yana bir marta rahmat aytaman. Juda ko'pchilik, ya'ni bitta shaxsni jamiyatda bir shaxs bo'lish uchun biz faqat qahramonni ko'ramiz xolosda. Uni yonida turgan, uni qo'llab-quvvatlab turgan insonlar odatda parda ortida qolib ketishadi. Va fokus faqat qahramonga qaratadi. Lekin bu narsani faqat men o'zim uddaladim deb ayta olmayman. Mening kichkina amakim bor. Ismlari A'zamjon Qurbonaliyev. Turmush o'rtoqlari bor. Gulnoza Qurbonaliyev. Men aynan ismlarini aytishga aytmasam bo'lmaydi. Men o'sha Gulnoza opani oldiga bordim va aytdim. Men shunaqa sohani o'rganyapman, shunaqa sohada ishlab yuribman. Faqat bunga pul kerak, ishlashim kerak. Pul bo'lmasa bo'lmaydi. Eng qizig'i o'sha amakimning ayoli menga ishonib $100 kapital bergan. Vaqtda $100 ga mana shu notebook ham berardi. Albatta. Meni o'sha notebookimning narxi u juda katta pul va menga aytganlar, bu yig'gan pulim va men senga ishonaman. Sen oliy shu darajadagi institutda o'qiysan. Odatda shunaqa qarashadi. Institutda o'qiyotgan bolaga juda ham professional sifatda qarashadi. Bu ishonch.
bu haqiqiy motivatsiya va menga $100 berganlar. Bu albatta bu videoni ko'rsalar eslaylar. Va o'sha $100 berganlar men Amarkez kompaniyasiga o'sha $100 kiritganman. Yog'i nima bo'ldi? U yog'i o'sha gap ishladim, $100 ozgina olib chiqdim, daromad qildim, ozgina ishladim. Bir hafta ishladim, daromad sezilarli darajada daromadga olib chiqib qo'ydim. Unaqa $100, $10,000 qilganim yo'q. $127 shunaqa daromadga chiqdim, lekin tajriba baribir o'zini natijada kamlik qildi va men o'sha $100 $60 tushirib qo'yganimdan keyin rostini ochiq oydin men o'sha paytda qilgan qarorim hozirgacha o'zimga dars sifatida olganman. O'sha $60 pul qoldi va men aytdim, siz bergan pul $40 minus bo'ldi, lekin $60 turibdi. Men buni sizga berishga majburman. Meni to'g'ri tushuning, ishonchingiz uchun rahmat. Lekin bu yoqga davom ettiradigan bo'lsam, men hali tayyor emasman. Siz meni to'g'ri tushuning. O'sha paytda juda ham katta ikkilanish va orqaga qaytish yuzaga kelayotgan paytda menga yangam aytdi, o'zlari eslaydilarmi, eslamaydilarmi bilmayman, lekin meni hech qachon esimdan chiqmaydi, chunki esdan chiqarish mumkin emas. Sen bu sohani o'rgan, men senga ishonaman. Harakat qilyapsan, kitob o'qiyapsan, yozyapsan, chizyapsan, qayga borsang qo'lingda daftar, ruchka, bu rost, bu real, uni tasdiqlashlari mumkin. Men senga ishonaman, to'xtab qolma. To'xtab qolma. Kelajagi borligini tushunib turibman, lekin hamma narsa asta-asta. Pulni qaytarib olaman, lekin sen davom et. Vaqti kelib balki eng katta investoring men bo'lishim mumkin. Birinchisi shunaqa bo'lgan. Minus qilganman, lekin yana bir marta qaytib aytmoqchiman, agar kimdir investitsiya bilan bilandir ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi olgan darslarim va birinchi bermoqchi bo'lgan maslahatim, investorga yolg'on gapirmang. Hech qachon. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz zarar qilasiz, siz daromad qilasiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, investorni aldab bo'lmaydi. Bu butun boshli karyera, hattoki bitta insonni hayotinizdan chiqarib yuboradi. U juda ham trading sohasida chekiga surib qo'yib bo'lmaydigan bir jihati shu deb hisoblayman. Siz uchun bu oltin qoidaga aylangan. Albatta. Bu barcha qonunlarni eng yuqorida turadigan konstitutsiya bo'lsa, men uchun o'sha trading sohasidagi harakatlarimni amal qilishim kerak bo'lgan konstitutsiya qonuni hisoblanadi. Busiz iloji yo'q. Busiz iloji yo'q. Baribir tradingda trader bo'lmoqchi bo'lgan inson oxir oqibat baribir investor bilan ishlashga bu, chunki bizning kasbimiz shu-da. Biz pul boshqaruvchilarmiz. Biz riskni jilovlagan holatda pul boshqaradigan insonlarmiz. U baribir to'qnash kelasizda, siz zo'rmisiz, natijangiz bormi, raqam, statistika sizni ko'rsatib turibdimi, investor keladi. Agar sizda tizim bo'lsa, tizimingiz o'zingizga emas, tizimingizga ishonsangiz qo'rqmang, investitsiya oling, ochiq gaplashing, hal qilib oling, rost gapiring investorga, marhamat, investor bilan ishlang. Chunki tradingda pul boshqarasiz va sizning pulingiz, kapitalingiz qancha ko'p, siz shunchalik natijalarga yana ham tezroq yetishingiz mumkin. Mumkin, aniq emas, mumkin. To'g'ri. Xuddi shunday. Qarang, bu orada siz bajara qildingiz, to'g'rimi? Tradingdan chetlashdingiz, orada shug'ullandingiz, o'z ustida ishladingiz. Undan keyin mana hozir endi eng katta depozitingiz, foydangizni so'ramayman. O'sha vaqt ichida eng katta qilgan foydangiz mana shu 27 bo'lganmi yoki undan keyin mana qancha bo'lib ketdi? Qancha bilan kirib, keyin ikkinchi urinishlarda общий sizni birinchi emotsiyani bergan profitingiz haqida gapirib bersangiz. 2017-yil yakunlanish arafasida valyuta parasi bo'lgan. Tillarga juda ham ko'p e'tiborim qaratmayman. O'sha valyuta parasida adashmasam eng katta o'sha juda ham katta xursand qilib yuborgan, meni juda ham ko'p vaziyatdan olib chiqib ketgan daromadim $6,500 daromad bo'lgan. Lekin 6,5 minggacha bo'lgan. Kichik $500, $200, $50, $100, lekin
o'sha uzoq muddatli bitta savdo bitimini ushlab turganman. Buni juda ko'pchilik meni tanigan insonlar siz o'zingizda faxr tuyg'usi paydo bo'ladi-yu. Albatta maqtanasiz. O'sha atrofimdagilar maqtanganman, ular bilishadi. O'sha 6,5-7 mingdan kamroq $6,500 daromad bo'lgan. U endi uzoqroq ushlab turganman lekin. O'sha emotsiya sizda birinchi esda qolgan, Albatta. hozirgacha misol qilayotganingizdan bittasi aylandi. Albatta, o'sha narsa meni olib qolgan sohada. Pul kerak vaqtda bo'lganmi deymanda. Albatta. U paytda pul kerak edi. Hop, birinchi $100 Amarkesga depozit qilgan ekansiz. O'sha vaqtda Amarkes haqida qatdan eshitib qolgansiz? Amarkes haqida o'zbekcha emas, ruscha analitika berib borishardi. O'sha YouTube kanalida. O'sha analitikalarni ko'rib, brokerlik kompaniyasini reputatsiyasiga qiziqqanman va o'sha bugungi kunda juda ko'pchilik pul yechib olish, pul kiritishdagi oson, sodda va o'sha qo'llab-quvvatlash tizimiga e'tibor qaratadi. Menda ham shu muammo bo'lgan. Juda ko'p endi nomini aytish shart emas, lekin o'sha reputatsiyasini bilmagan, qanaqa kompaniya bilmagan, shu registratsiya qilib olasiz, pul kiritasiz, chiqarishdan muammo, to'g'ri chiqarib berishadi, lekin juda ham ko'p to'siqlar, boshqa, lekin Amarkes kompaniyasi o'sha paytda baribir birinchi fikr juda katta ahamiyatga egada. O'sha savdolarim, sizga aytgan hozir o'sha $6,500 daromadlarim, boshqalar hammasi Amarkesda bo'lgan. Va menda hech qanaqasiga pul kiritish, pul chiqarish bo'yicha men shu bugungi kungacha muammo ko'rmadim. Qayerdan ko'rgansiz, bilgansiz degan savolga javob shu rus tilida analitika berishardi, foydalanardim. Ishlab berardi. To'g'ri, endi 100% ko'chirib olmasdim ma'lumotni. Lekin o'zimni tahlillerimni asoslash uchun albatta analitikani o'sha haftaning qaysidir kunlari bo'lardi, aniq esimda filtr sifatida foydalanasiz. Albatta, bu filtr sifatida foydalanardim. Ya'ni o'zimni savdo jarayonlarimni yana ham aniqlashtirib olish, yana ham alga ishonchimni orttirib olish uchun baribir analitikani ko'rardim. Shu orqali brokerni tanidingiz, depozit qildingiz, ishladingiz va haligacha ishlab kelyapsiz. Haligacha ishlayman, xudo xolasa. Demak, qarang, bu yerda trading sizni hayotingizga o'sha vaqtida, universitet vaqtida kirib keldi. Siz ungacha universitet o'qib yurganda baribir bu nechinchi kursda bo'lgan? Bu ikkinchi kurs boshlarida boshlangan. Ikkinchi kurs. Baribir birinchi kursda bir boshqacha maqsad bilan kirgansiz. O'qishga kirishdan oldin abituriyent bo'lib yurgan vaqtlaringizda boshqacha maqsadlaringiz bo'lgan. O'sha vaqtdan keyin mana solishtirib ko'ring-da, tradingni tanidingiz va tanimasdingiz. Hayotingiz qanchalik o'zgardi? Tradingni tanimagan vaqtimda, misol uchun siz o'sha suhbatimiz boshida aytdim-ku, har qanaqa abituriyent ma'lum bir oliy ta'lim muassasasiga kirishdan oldin hali u student emas, hali abituriyent o'zi o'ylaydi, men moliyaga o'qishga topshiryapman, xudo xohlasa kirsam, men moliya vazirligida ishlayman, vazir bo'laman, boshqa o'sha davlat tizimida, o'sha iqtisodiy blokda ishlayman, karyera qilaman. Shunaqa niyat, shunaqa oliy maqsad bo'lgan. Qaysidir ma'noda savol yaxshi berdingiz. Shu narsa haqida ham gapirib o'tishim kerak. Men davlat strukturasi o'sha moliya tizimida ishladim. Bu o'sha menga berilgan imkoniyatlar, meni nima deydi, kollegiyamga rahmat aytaman. Chunki men tradingda savdo qilish jarayonini parallel ravishda moliya yo'nalishida ham ishlaganman. Ya'ni o'sha davlat moliyasida ishlaganman. Va davlat moliyasida ishlab yurgan paytim lavozimga ko'tarilib, reputatsiyam sekin rivojlangandan keyin men O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya akademiyasiga ham o'qishga kirdim. Ilmiy ishlar yozdim, dissertatsiya o'qidim. Bugungi kunda magistrman iqtisod yo'nalishi bo'yicha. Men o'ylayman, Bank Moliya akademiyasi O'zbekiston Respublikasida iqtisodchilar o'qish kerak bo'lgan eng oxirgi o'qish. Bundan yuqorisi yo'q. Men o'qidim, ko'rdim, tizim yaxshi, nolish yo'q. Men o'sha joyda oylik oldim, oilamni boqdim, eng asosiysi. Yaxshi ishladim. Kimdir yaxshi ko'rgandir, kimdir yomon ko'rgandir. Yurakdan gapirmoqchiman. Hech qanaqa rasmiy yo'q.
Men hozirgacha moliyadagi o'sha o'zimni kollegam bilan aloqadaman. Boshqa lekin niyatim moliyaviy erkinlikka chiqish edi-da. Sayohatlarga chiqsam, oilamni yaxshi ta'minlab bersam, o'zim erkin yursam, trading mana shu erkinlikka olib chiqdi-da. Demak, siz avans oylik kutibsiz. Yo'q. Ertalab 8da ishda bo'lib 5da ishdan chiqish emas, boshqa narsani xohladingiz. Men boshqacharoq hayot xohladim. To'g'ri, bitta narsa bor. Juda ham ko'pchilik bugungi kunda reklamalarga boy bo'lib ketdi. Men bitta narsadan biroz chetroqda turmoqchiman. Ya'ni siz bugungi kunda oylikka qarab o'tirgandan ko'ra trading sohasida kattaroq mablag' toping. Bu noto'g'ri yondashuv. To'g'ri. Bu noto'g'ri yondashuv. Men yana bir marta qaytaraman. Inson o'zidan kelib chiqib, hayotidan, yashash tarzidan, oliy maqsadidan kelib chiqib harakat qilish kerak. Chunki trading sohasi misol uchun o'sha davlat strukturasidagi ishlardan past darajada stress beradigan soha emas. Ba'zida biz o'sha davlat ishida ishlab yurgan paytim tradingdan topgan daromadim cho'ntagimda turadi, lekin vaqtim yo'q. Chunki nimaga? Chunki ertalab 8da ishga borasiz. Kechqurun turli xil yig'ilishlar, xizmat safarlari, topshiriqlar, hayot tarzi tartibsiz. Bundan ozgina nolib qo'yardim. Lekin tradingga o'tgandan keyin bunaqa tartibsizlik yo'q. Bunaqa sizni boshqa ishga jalb qilish yo'q. Lekin shularni barchasini alohida bitta bosim qamrab oladi trading sohasida. Xuddi shu tomondan juda ko'pchilik o'ylab ko'rish kerak va men yana bir marta aytaman, ya'ni davlat ishida va trading sohasida parallel yurgan inson sifatida aytaman. Hech qachon siz trading sohasida davlat ishida topayotgan daromadingizdan ko'proq daromad topishni, stabilniy topishni boshlamaguningizgacha davlat ishidan chiqib ketmang. Yoki siz oddiy etikdozmisiz, etikdozlikni davom ettiring. Novvoymisiz, novvoychilik davom ettiring. Qachonki statistikangiz novvoychilikdan ko'ra trading sizga ijobiy natija olib kelish boshladimi, ana o'shanda to'g'ri tushuntirib, o'zingizga, atrofingizdagilarga, kollega, jamoangizga to'g'ri tushuntirib, meni yo'lim endi bu tomonda, hammaga rahmat. Shu bugungacha menga ustozlik qilgan, menga yo'l ko'rsatgan hammaga rahmat va meni yo'lim o'sha endi boshqa tomonda. Hozir bilasizmi, mana shu ijtimoiy tarmoqlar odamlarni ko'pini aynatyapti. Xuddi shunday. U yerdacha natija yo'qda, asosiysi natija siz o'sha puzir deymizmi, pufak deymiz, o'sha shunchaki pufak bilan odamlarni ko'z bo'yamachilik deydimi, nima deydi, o'shanaqa bekitib, ularga shikarniy hayot, ya'ni hamma narsa ideal, ertalab turadi, bilasizmi, o'sha takoy bir sharoitda shunaqa qarasa dengiz oldida, shundoq kiyimini kiyadi, nima basseynga tushadi, trenirovka qilinadi, ovqatlanishadi, boshqa ideal hayot, to'g'rimi? Lekin uni natijasi bor inson qilsa, yaxshi, natijasi yo'q, hozir ko'payib ketishdi. Bilan odamlarga to'g'ri motivatsiya berilyapti, lekin ular ish joyidan ketib qoladi ko'p holatda. Men o'zimning yaqin insonlarimdan ham shunaqa holat bo'ldi. Ular ayni ishsiz qolib ketgan holatida ish qidirdi, ishga kirdi, lekin ishdan qoniqmadi. Hozir to'g'ri ko'p joylarda yuqori oylik emas, 4-5 million so'm oylikka qoniqa olmadi va ishdan ketdi-da. Keyin orada o'sha, lekin depozit qayerdan keldi desangchi, o'sha oylikdan keldi depozit. To'g'ri. Oylikni depozit qildi. Mana masala qaysi joyda? Siz mani sir emas, mana haqiqatimni ochyapsiz-da hozir. Hozir kommentariy yozishar. Sen xo'p, trader bo'lsan, moliyada ishlayapsan, boshqa qilibsan. Xo'p, men o'sha tradingda erishgan $6,500 pulim qayerdan oldim? Investor yo'q. Kim ishonadi sizga? Investor aqli yo'q emas investorlar. Hozir hamma aqlli. Pul bilan juda ham ehtiyot bo'lib muomala qilishadi. Men o'sha moliyadan topgan pulimdan shu natijani qildim. Menga shu asosiy ishim, menga tramplin vazifasini bajarib berdi. Meni ko'nglimni to'q. Tradingni o'rganib, o'zim ustida ishlayapman. Lekin oilam
ta'minoti to'xtagani yo'q. Sabab nimaga? Chunki o'sha davlat ishi meni boqdi o'sha jarayonda. Meni o'rganish jarayonimda qaysidir ma'noda davlat ishi menga aytdi-da, sen xotirjam bo'l, sen o'rgan. Lekin bu ishni bajar, kel 8 da 6 gacha ishingni bajar, oyligingni olasan. Xohlaganingni qil. Qarshilik yo'q. Hech kim qarshilik qilmagan menga. Masalan uchun ishxonamda o'tirib, kompyuterimni ochib, tradingda savdo qilib o'tirgan bo'lsam, yo rahbarim, yo bo'lmasa qanaqadir meni o'sha jamoamdagi kimdir kelib, bu mumkin emas, yop demagan menga. O'sha depozit siz hozir bor haqiqatda aytdingiz. O'sha oyligimdan ajratib shu sohada daromadga chiqdim. Buni to'g'ri tushunish kerak. Bu yerda aytmoqchiligimcha, ular euforiyaga berilib qoldi-da bolalar. To'g'ri. Misol o'ylayapti, $300 depozit qildi deylik, misol 4,5 million so'm, 4 million so'm oylikni olgan. Tiqqan $300 da. Mayli. $300 bilan endi u o'ylaydiki, 4 million so'm oyiga ishlamoqchi-da, tushunasizmi? $300 ga 100% topmoqchi. O'xshamaydi-ku. Mayli o'xshab qoladi, razgonchilar bor, to'g'rimi? Tavakkaliga bitta joydan bosadi. O'xshab qoladi, bir kun o'xshaydi, ikki kun o'xshaydi, keyin pulsiz qoladi, keyin qarz olishyapti, telefonni sotishyapti. Men ko'rgan, bilganlarimni aytaman. Juda ham ko'p. Biz mana haqida mana shularni yomonlabmi, nima deysiz, unaqa qilish kerak emas. Risk menejmentga amal qilib, misol to'g'ri savdo qilishni, mana trading sohasida 13-yilda kirib kelib, hozirgacha 2025, hozir endi videoni qachon kim ko'radi-da, 2025-yilgacha mana 2013 dan 12 yil davomida siz sohada yurib tirik qoldingiz. Shu hech narsa sotib tashlamagan bo'lsangiz kerak. Yo'q. Endi mana shu tirik qolgan mutaxassis, trader sifatida, tajribali bir ustoz sifatida o'sha aytsangizda odamlarga mana bu euforiyalar, Ferrarilarni bosib yurishlar, ular qachon bo'ladi? Ular qachonki siz stabilga chiqasiz, sizning raqamlaringiz gapiradi, qachonki katta kapital boshqarasiz va $100 dan bunaqa qilib tashlash ilojsiz ekanligini bir tushuntirib bersangiz deyman-da. Bizda matematika, biz o'sha Instagramda ko'rgan videolarimiz qanaqadir, men qo'rqib ketaman ba'zida. Bizning jamiyatimizda bu soha haqida gapirilganda qo'rquv, juda ko'pchilik qo'rquvda. Misol uchun o'zimizni mana qarindoshlar, boshqa qaysi sohada, qaydasan? Tradingda. Ani sohami? Ani uni eshitdim, bunaqa bo'pti, buni eshitdim, bunaqa bo'pti. Bu soha bunaqa qo'rqinchli soha emas. Siz agar qanaqadir raqam bilan ishlamasangiz, qanaqadir Instagramdagi o'sha siz aytmoqchi 4 million so'm pul, ya'ni o'sha qanaqadir $300 gina pulni to'g'ri u bilan savdo qilish mumkin. Lekin biz to'g'ri yondashuv qilishimiz kerak-da. Mana biz tradingga kirgan inson o'zini raqam deb tasavvur qilish kerak. Raqam deb o'zini fikrlash boshlagandagina oldinga yuradi-da. Risk management doim aytamiz. Bu qiyin jarayon. Bu to'g'ri, bu juda ham qiyin. Ya'ni siz diyetadasiz, sizga umuman shirinlik yeyish mumkin emas. Eng yomoni, hech kim yo'q xonada o'tiribsiz. Oldingizda juda ham siz yaxshi ko'rgan turdagi shirinlik va hech kim yo'q. Sizni hech kim ko'rmayapti. Uni totib ko'rmaslik azobi. Ya'ni siz juda yaxshi ko'rasiz, lekin uni o'zingizga men buni yemasligim kerak. Chunki menda so'z berganman, meni rejam shunaqa. O'sha narsani yemaslik bu san'atda, bu qanaqadir bir irodani o'zi kamlik qiladi-da bunga. Men o'ylayman, faqat irodani o'ziga yuk tashab qo'yish bu nohaqlik-da. Bu inson qanaqadir punktualniy bo'lish kerak-da. Ya'ni disiplina deymiz. Disiplina. Eng asosiysi inson sohada o'zi daftariga yozgan, o'zi hisob-kitob qilgan, o'zini shu oylik, yillik rejasiga xiyonat qilmasa, hammasi bo'ladi. O'sha Ferrari bo'ladi, o'sha bir yilda 4 marta, 5 marta, 6 marta balki sayohat qilish hammasi bo'ladi. Faqat vaqti bilan. Hech qachon depozitdan juda ko'p narsa kutmaslik kerak. Ya'ni agar u unga qodir bo'lmasa, qanaqadir $400 pul bilan oyiga $400 yana qo'shimcha daromad kutish bu Wall Street hayratda mantiqqa noto'g'ri narsa. Bu umuman mantiqqa noto'g'ri narsa. Yana bir marta qaytaraman, u $400 bilan savdo qilish mumkin, daromad qilish mumkin, lekin unga yashab bo'lmaganligi sababli juda ko'pchilik noilojda sistemani buzadi. Deydi, qanaqadir signal guruhlar, qanaqadir nimadirlarga ishonadi-da, shu kirdi-ku deydi-da, bor pulini risk amal qilmagan holatda savdoga
xuddi shu masalani bizani boshqa qirg'izistonlik hamkorimiz aytgandilarda, ular hamyakka o'xshataman ularni. Ber, signal ber deb turaveradi, becharaga o'xshab. Xuddi shunaqa. Shunaqa, ya'ni o'zini qarori yo'q bo'lsa yomonda. Eng qizig'i, Beyzitga bitta narsa aytmoqchiman-da. Inson, men oldimga kelgan, mana sizga shogird bo'lmoqchiman, mana Smart Magdak o'sha treyderlar jamiyatimizni Namanganda ochganmiz, juda ham hamma sharoit bor, hamma narsa bor. Hech narsa talab qilinmaydi. Kelsin, ishlasin, kompyuter, internet, hamma narsa, community. Biz o'sha joydamiz. Professional, forex bo'yicha, kriptovalyuta bo'yicha, Amerika aksiyalari, Rossiya birjasi, hamma ma'lumot bor-da. Bolalar keladi, o'rgatasizmi? O'rgataman. Nima? Shunaqa. Signal berasizmi? O'sha joyda butun bir haligi u insonga nisbatan qilayotgan rejalarim to'xtaydi-da, bitta savol bilan beraman-da, juda ko'pchilik. Niyat nima o'zi? Niyat nima? Pul topish. Yer sayyorasida hamma maqsadi pul topish. Tradingda ishlashdan, mani oldimga o'rgating deb kelishdan maqsad nima? Bilmaydi-da. Bu tradingda hech kimga bog'lanib qolmasdan, yakka shaxs sifatida, shaxsiy fikring bilan, hech kimni gapiga qarab o'tirmasdan, hech kimni kutmasdan, o'sha mayli o'sha davlat ishida rahbari buyrug'ini kutib turadi. Buni qil, uni qil, buni qil. Sen o'shandan zerikib kelgan bo'lsang, yana meni buyrug'imni bajarmoqchimisan? Yo'q, unaqa emas. Sen meni signalimni bajarishing nima u? Siz bilan birga ishlamoqchi-da. U meni kopiya qilmoqchi. Men yana bir marta qaytarib aytaman, Beyzit aka. Men sizni juda ham kuchli analitik deb hisoblayman. Rahmat. Va men buni ko'rganman va men sizni kuzataman. Hech kim Beyzit aka bo'la olmaydi endi. Hech kim Bahrom bo'la olmaydi. Yoki hech kim bizni, men aytib o'tib ketaman, ya'ni e'tirof deydimi buni? Kimdir Aziz Xalikov bo'la olmaydi endi. Chunki u alohida shaxs, uni psixologiyasi, yashash tarzi, eng asosiy kapitali hammada turlicha. Lekin boshqa shaxs bizdan kuchli bo'lishi mumkin. Lekin aynan bizni qaytara olmaydi. Xuddi shu bilan bir qatorda savdolarimiz ham. Hech kim biz kirgan joydan kira olmaydi endi. Sen moliyaviy mustaqillik, shu qizil katta harflar bilan yozib qo'yish kerak. Mustaqillikka erishmoqchimisan, signal bilan ishlama. Sen hali ham nimadir narsaga, bu so'z sal qo'polroq so'z, lekin aytishga majburman. Sen hali ham nimanidir quli bo'lib yuribsan-da. Sen o'rgan, o'zing ustingda ishla. Daromad haqida ozgina unut. O'zing ustingda ishla. Algoritmini, statistikasini chiqar. O'zi raqam senga aytadi, nima bilan ishlashing, qachon ishlashing, qachon ishlamasliging. Sen shunga amal qil, bo'ldi, hammasi o'z yo'nalishida ketaveradi. Faqat daromad rejang, risk rejangni aniq raqam bilan belgilab ol. Xohlasang oldinga daftarga yozib qo'yib ol. Har savdoga kirish jarayonida oldinga qo'yib ol. Busiz iloji yo'q-da, chunki shu narsani tushunib, yetib, qaysidir ma'noda bo'ldi, men shu qonun qoidaga taslimman. Men shu qonun qoida aytganini qilaman. Boshqasini yo'q deganimdan keyin pul topdim-da. Ungacha o'sha nima deydi? G'ildirak ichiga tashab qo'ygan shu xamyachok aylan yuguradi, bitta joyda yugurib yuraveradi-ku, sikl ichida. Shunaqa bo'lib qolganman. O'sish yo'q, deng. Конечно, o'sish yo'q, bitta doiraning ichida aylanaveradi. Sabab nimaga? Chunki unda uni oxir oqibat daromadga olib chiqib ketadigan algoritm yo'q-da, matematika yo'q. Biz u ko'rayotgan grafiklarimiz boshqa asosiy hammasi, lekin uni aysberg tagida eng katta muzlik bu raqamlarda, hisob-kitoblar, bu statistikada-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, butun dunyo treyderlari, shu jahon moliya bozorlarida ishlaydigan barcha savdogarlar statistikasi bor-da, o'zini shaxsiy statistikasi bor, jurnali bor. Busiz iloji yo'q. Qanaqasiga inson o'zi avval qayerda turganidan hozirgacha bo'lgan jarayonni qanaqadir yozib kundalik qilib bormasa, avval qayda edi, hozir qayerda? Qaydan bilamiz buni? Misol uchun. Natija kerak. Bu natija, bu statistika, bu raqamlarda, bu qanaqadir kundalik, qanaqadir jurnal. Qarang, bu yerda mana shu signal masalalari, orqasidan qaytarish masalasidacha aytdingiz-ku, mana
boshqa Behzod yo'q, boshqa Azizxalikov yo'q, boshqa Bahrom yo'q. Albatta. Bu orada qarang, ular nima xato qilishadi, yana xatolarni bitta men shunaqa deb o'ylayman, ko'p treyderlar bilan tanishsiz. Mana shu vaqtgacha juda ham ko'p treyderlarni taniyman. Qancha xato qilganligiga motivatsiya berib, motivator ham bo'lib ketganmizda, kerak bo'lsa-da. Shular bilan bilamanki, ular qanaqa qiladi. Mana sizni legenda deb biladi, aytaylik. Siz 12 yillik treydersiz, siz legendasiz, qisqa qilib aytganda, siz legendasizda, siz savdo ochgan nuqtangizni ko'rib qolishdi-yu. Aytaylik. Bo'ldi, full marj ochadi o'sha joydan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Sizni stop lossingiz u yerda, sizni o'zingiz taktikangiz bo'yicha misol uchun balansni 0.25% ni risk qilganingiz ular e'tiboriga olmaydi. Sizni har bir signalingiz o'qish deb o'ylaydi. Sizni xatolaringizni, sizni orada qilgan zararingiz va uni qoplash jarayonlaringizni ko'rishmaydi-da. Har bir signalingiz har doim o'qishaydi. Bu nerealniy deb o'ylab, ular o'sha joydan full kirganligi uchun depozit yo'q va sizga nisbatan negativ. Orada buni holatlarda men ko'p bilaman, broker ham aybdor bo'lib qoladi. To'g'ri. Ularni depozit yetmaganiga broker aybdor kabi. Xuddi shunday. Signal o'xshamay qolsa, siz aybdor xuddiki. Ular o'zi riskga qarab, o'sha joyda o'z hisob kitobini qilib bersa, misol uchun, ular ham sizga o'xshab ishlasin. Misol qaytarsa, qaytara olar, lekin to'g'ri bir necha pip punktga xato bo'lar, bo'lar balki. Biroz ko'proq stop loss, biroz ko'proq take profit bo'ladi unda ba'zi holatlarda. To'g'ri. Ochish nuqtasiga qarab. Lekin ular riskni siz kabi boshqarmagandan keyin hech qachon foydaga chiqa olmaydi deb o'ylayman. Xuddi shu masala. Juda ham to'liq fikrimni mutlaqo to'ldirib qo'ydingiz. Mana xuddi shu narsaga qo'shilaman. Ya'ni bizni qaytarib bo'lmaydi deganimda, ular bizni o'sha zelkalarimizni minimum risk darajasida ochishganimizni ular bilmaydi-da. Yo'q, aytilib keladi-ku. Aytiladi, lekin kuch kerak-da. Unga faqat irodani o'zi kuchi yetmaydi-da. Ya'ni misol uchun bitta mana shu stolni misol uchun bitta oyoqda tura olmagani kabi, u misol uchun inson o'zini o'zi nazorat qilish uchun faqat bitta irodani o'zi u nisbiy narsa-da bu. Bu juda ham nisbiy narsa. Bu yillar va albatta bu yillar davomidagi yo'qotishlar sababli tajriba kerak bo'ladi. Eng qiziq sizga bitta narsa aytaman. Ishonmaslik qiynaydi-da mana. Ishonmaslik. Qanaqa ishonmaslik? Shogirdingiz. O'zingiz shogirdingiz. Tayyorlayapsiz, boshqa qilyapsiz, aytasiz. Shu narsa mumkin emas. Bu mumkin emas, yana aytasiz. Lekin aynan o'shani qiladi-da. Oldingizga keladi muammo. Nima muammo? Mana shunaqa. Men aytgandim-ku. Endi men kirdim. Men butun kuzatadiganlarga aytaman-da. To'g'ri, men sizni daromadga olib chiqa olmasligim mumkin, lekin agar men aytganim qilsangiz siz zarar qilmaysiz. Eng asosiysi, ya'ni treyderning asosiy vazifasi depozitni ushlagan holatda vergul daromad qilishda. U qanaqadir faqat daromad ortidan yuguraver, u davlat ishida ishlab qo'shimcha ish qilishga harakat qilishda gapda. Yo'qotmaslik san'atini o'rganishga. Albatta, вот joyidagi gap. Yo'qotmaslik san'at. Agar siz depozitingizni yo'qotmasangiz, savdoda yashaysiz-da, bozorda yashaysiz-da. Agar siz bor imkoniyatingizni bitta savatga solib uni yo'q qilsangiz, siz bu bozordan o'zi chiqib ketdingiz siz. Ya'ni yashab qolish instinktini rivojlantirish kerak-da. Trader bu shunaqa. Juda ham ko'p nyans holatlar bor, juda ham ko'p. Hali Xudo xohlasa niyat qildim, qo'limdan kelgancha sekin ma'lumotlarni berib, sizga havas qilaman. Bu rost gap, bu hech qanaqa mubolag'asi yo'q yoki qanaqadir o'zimiz tilda aytilgandagi haligi laganbardorlik emas. Meni texnik tahlillarimni fundamental tomondan to'ldirishimga yordam berasiz. Buni hamma inobatga olish kerak. Bozor faqat grafikdan iborat emas. Xuddi shunday. Rahmat. Qarang, mana shu risk bo'yicha o'sha kuni seminarlarga kelmaganlar afsuslanadi. Mana shu odam yetarli darajada kelmaganlar bilmadim. O'sha seminarni ko'rmaganlar afsuslanadi deb o'ylayman, chunki o'sha joyda yoki e'tiborsiz bilan eshitganlar, u yerda shunaqa narsalar tushuntirilganki, mana shu riskni matematik tomonlama tushuntirib berib, qanaqa holatda foydaga chiqib ketishingiz, mana shu seminarni hozir aytmoqchiman, foydali bo'ldi. Juda ham foydali bo'ldi. Men o'zim o'sha yerda eshitib o'tiribman. Qaniydi buni tushunsa,
yangi treyderlar o'sha yerda qo'lini ko'targanlar soniga qaraganda juda ham yetarli darajada edi. Shunaqa. Deyarli mana 30-35% yangi treyderlar ular qaniydi o'sha narsaga e'tibor qilsa-da. Tushunsa. Ya'ni shu seminarda shunday jon kuydirib gapirib beryapsiz, misollar, xos hayotiy misollar bilan bo'lib ketdi. Lekin bu orada agar o'ziga olgan bo'lsa, shularning ichida ham menimcha natijali treyder chiqa oladi, lekin kichkina depozit hisobiga ular ozgina emotsiyaga beriladi. Chunki mana siz aytayotgan narsa bo'yicha kunlik 1% yo'qotdim, savdoga qaramayman yoki mana shuncha daromadni oldim, savdoga qaramayman. Mana shu tartibga amal qilishmaydi ular va ular nima qiladi? Aytaylik, sizni orqangizdan qaytardi deylik. Misol uchun siz stopni oldingizda, siz endi yana 0.75% riskingiz bor, hali oldinda. Sizda fiksirованный stop loss ularda yo'q. Ular mayli katta lot bilan 50% depozitni yo'qotib qo'ydi. Endi 50% nima qiladi? Asabiylashib ketadi, sizdan signal kutadi. Siz tahlil qilasiz-ku, siz bozorga qarab, ketdik bay, yo'q. Unaqa narsa yo'q-ku, iloji yo'q narsa-ku. Ular shuni kutadi, qachon signal keladi, 1 soat, 2 soat. Men bilaman-da bu odamlarning xarakterini. Keyin ular nima qiladi? Tavakkaliga katta lot bilan qancha marja ko'tarsa, ochadi. Keyin nima bo'lsa bo'ldi, balans yo'q. O'xshab qolsa o'xshab qoldi. Lekin bu yerda ozgina plyusga chiqsa yo'q boradida. Shu. Lekin eng qiyin narsa shu. O'sha daromadni o'sha nisbatlar bor. Hammamiz tushunamiz. 1 ga 2 nisbat, 1 ga 3 nisbat. Oddiy qilib aytganda juda ko'pchilikka hozir videoni ko'rib o'tirganlarga ham shunchaki bu gap o'tib ketadi. Lekin men tavsiya qilaman. Men qachon daromad haqiqatda zararga nisbatan ko'proq daromad qilishni boshladim, qachonki savdo bitimini ochgandan keyin inson omilini jarayondan olib tashlaganimda. Ya'ni o'sha meni algoritmim bo'yicha 1 ga 2 nisbatmi? Narxga qo'yib bering. Narxga qo'yib, u yursin u. Narx u san'atkor bitta rasmni chizgandan keyin nimani ko'ryapsan sen? Ayol kishi. Misol uchun ko'zi ushlab turibdi. Yo, sen ko'ra olmabsan. U gaplashib o'tiribdi men bilan. Ya'ni tradingda ham narxi joni bor-da. Unga erkinlik berish kerak. Uni qo'yib yuborish kerak-da. Zilka ochdingmi, aralashma. Sen zilka ochgungacha bo'lgan jarayonga aralasha olasan, xolos. Seni haqqing yo'q. Shu knopka bosdingmi, sen o'sha sapyorlar o'sha bombani keskungacha qaror qabul qilish, o'sha bitta simni qizil yoki sariq qaysi birini kelsa, keskungacha qaror qabul qiladi. Undan keyin unda qaror yo'q. Kesadi bo'ldi. Tradingni shunaqa qabul qilgan, ya'ni juda ham punktualniy bo'lish kerak. Juda ham o'sha haligi o'zini algoritmiga ishonish kerak. O'zini algoritmiga ishongan holat o'sha 1 ga 2 yoki 1 ga 3 take profitga yetib borgungacha ushla olib chiqib ketadi. O'zi matematika olib chiqib ketadi. O'sha daromad misol uchun $150 keling, minimum summa gapiraylik. $150 daromad kutayotgan bo'lsa, $25, $30 ga daromadga chiqqanda qo'rqib ketishadi. Shundan ham qolib ketmaydi dedi. Shundan ham qolib ketmaydi deb yopib boradi, u xatoda. U narx yurib bergandan keyin, u keyin побочный effekt beradi. Qanaqa aytaymi? O'tgan safar deydi. 1 ga 3 nisbatga qo'yganimda yarmida yopib bordim. Minus bo'ldi, ketib qoldi deydi. Endi 1 ga 3 nisbatga yetib borganda uni yopmaydi, minus bilan yopadi. Bu ham yomon narsa. Darsh ketadi deb o'yladi, chunki o'tgan safar uchib ketgan. Xuddi shunaqa tahlil qilgandim. Misol uchun klassika bo'yicha, misol 3 burchak modeli bo'yicha men o'ylaganimdan ham ko'proq yurib berar ekan. Balki bu safar biz bozordan, matematikadan ko'ra ko'proq narsa kutib olamiz-da. Bu mumkin emas. Raqamga ishon, bo'ldi, tamom. Shu bo'yicha bir inson bilan gaplashganimizda, podkast qilganimizda, ularda savdo roboti bor edi. U robot nima qiladi? Savdo qilmaydi u. Siz tekni stopni qo'yasiz, sizga tekni ham stopni ham tahlillashga ruxsat bermaydi. Zo'r. Stopni surib qo'yamiz-ku yoki bo'lmasa. Endi fiksirованный stop bilan ishlashga majbursizda. Bezdubkiga ola olmaysiz yoki tekni yaqinlashtirib qo'yamiz. Lekin bitta minusi baribir sizda qo'lingizda bu narsa. Shunchaki X ni bosib savdoni yopib yuborsangiz bo'ladi. Bitta shu minusi bor, lekin tek bilan stopni kutishga majburlaydigan bir robot bor edi. Balki men topa olsam, balki sizga tashlab qo'yarman. O'quvchilarga bersangiz bu ham bir narsa topa olsam. Endi men uni ishlatmayman o'zim, shuning uchun agar qarab ko'raman, esimga tushsa topam, tashlayman. O'quvchilar ishlatadi, hatto tekni surmaydi, stopni surmaydi-da. Agar shunga mahkam ushlab olsa, agar shu algoritm mahkam ushlab olsa, u albatta bitta narsaga to'xtalish kerak. Bu narsa faqat tek yoki stop loss gap unda emas. Siz tahlilni ajoyib qilishingiz kerak. Ya'ni o'sha tahlilni asoslangan 1, 2, 3, 4, 5 sizni sabab bo'lish kerak-da.
ya'ni 1 mana bu, 2 mana bu, 3 mana bu, 4 mana bu, 5 mana bu. Ana endi savdoga kiraman. Bu asosda. Sizda ham shu qoida, men ham har aytaman odamlarga 5 yulduzli deyman-da. Albatta. 5 yulduzli tasdiq kutish kerak deyman. Qanchacha men unga kerak bo'lsa indikatorlarni misol qilaman-da. Qancha men indikatordan oldik, bu mana bitta breakoutni oldik deylik, mana bitta fundamental beryapti, 3-asos bu yoqda sentiment beryapti, talpa qayerda turibdi. Qisqacha aytganda har birining tipi 5 tani sanayman, 6-7 ta ham bo'lib keladi ba'zi holatlarda misol. Ko'paysa yana yaxshi. Ko'paysa yana yaxshi. Ya'ni tahlilning ehtimollik darajasi ortadi-da. Juda ko'pchilik aytadi-da, sanam narx qayerga ketishini bilmaysan-ku. Bu ham tavakkal. Yo'q, bu bozor tavakkal yo'q. Bu bozorda hamma narsa algoritm. Men savdo bitimim qayerga borishigacha aytib bera olmayman. Faqat u bozordagi talab va taklifga bog'liq. Lekin men savdoga kirayotgan vaqtimda hamma narsam meni matematik hisoblab bo'lingan bo'ladi. Menda matematika bo'ladi. Barchasi. Savdo jarayonim, tahlil asoslarim, kirish nuqtalarim, take profitlarim hammasi asoslangan. O'quvchilarimga aytaman. Shuncha narsani asos qilib berdim va bozorga kirdim. Taxmin qildim desam, buni qanaqa taxmin deyish mumkin? Bu hamma narsa o'zi algoritmik asoslab bo'lindi-ku. Bozor yurmadimi? Muammo yo'q. 0.25. 100% pulingdan 0.25%. U seni qanaqadir asabiylashishingga asos yo'q. Seni hali 99% dan ham ko'p imkoniyating bor. Misol aytaman-da. Seminarda ham aytdik, juda ko'pchilik boya gapda faqat iroda dedik. Biz nima bo'ladigan bo'lsa psixologiya. Yo'q. Psixologiya qachon buzilishi mumkin? Qachon sen qoidaga rioya qilmaganingda psixologik buzilish boshlanadi. Gigiyenaga amal qilmaganingda keyin psixologik buzilishni boshlaysan. Risk katta ochdingmi? Sen konkretniy hali сделка ochmasingdan turib qo'ling qaltirashi, peshonang terlashni boshlaydi. Nima sabab shu psixologik buzilishingga? Seni riskingni kattaligi yoki hali asoslanmasdan bozorga kirishing yoki erta bozorga kirishing. Odatlanib qolganimizda kimnidir yoki nimanidir ayblashga o'rganib qolganmiz. Bunaqa bilan o'sib bo'lmaydi. Kitobda o'qiganman-da. Qachonki inson o'zida haligi atrofdagilarni ayblashni to'xtatib, o'zidan nimadir qidirish boshlaganda o'sish boshlaydi-da. To'xtatish kerak-da, qanaqadir nimadirlarni indikatorlar ishlamaydi. Yo'qsa qanaqadir zona ishlamaydi yoki qanaqadir bir strategiya ishlamaydi. Yo'q, sen ishlamayapsan. Sen ishlashiga yo'l qo'yib bermayapsan. Buni to'g'ri tushunish kerak-da. Yondashuv to'g'ri bo'lsa, hamma narsa ishlaydi. Hamma narsa faqat kirish nuqta, algoritming hammasi joyida bo'lsa, hammasi ishlaydi. Sabr qil, kut. Boshqa narsa yo'q. O'shaning uchun aytaman-da, trading sohasi juda katta pul topish eng zerikarli yo'li. Shunaqa. Faqat dam olib pul topadigan. Albatta. Sabrdan iborat. Albatta. Endi inson tradingda o'zini hayotiga qo'shimchalarni qanaqa qo'shib olish o'ziga bog'liq-da. Ya'ni hayotni rang-barang qilib olish kerak-da. Endi faqat trading, grafik yo'q. Oilang bor, farzanding bor, ota-onang bor, qarindosh urug'ing, o'zbekchilik misolda borish kerak, dam olish kerak, oshna og'ayniga vaqt ajratish kerak. Misol. U faqat grafik, u bosim. Tushunarli. Xuddi shunaqa. Siz Phoenix Traderlar klubini tashkil qilgansiz. Ya'ni men savolim shunaqa edi. Sizni hamrohingiz bo'lgan boshda demoqchi bo'ldim. Keling, mana shu Phoenix Traderlar klubini tashkil qilish uchun kimdan g'oya chiqdi, nega qilindi va kimlar bilan ishladingiz? O'sha hamrohlaringizdan kimlar hozir bor va kimlar yo'q? Bu juda ham ajoyib bo'lgan bu narsa. Bu Phoenix aynan logotip Toshkentda paydo bo'lgan. Shu Toshkentda paydo bo'lgan. Juda ham uzoq vaqt bo'ldi. 2017-2018-yillardagi g'oya bo'lgan bu. Loyiha. Va o'sha paytda yonimda turib, aynan mana shu Phoenix logotipini yaratgan o'zimni o'sha jiyanim Qurbonaliyev Asadbek, u shu bugungacha yonimda. Chunki g'oya ikkalamiznikida. Ya'ni ikkalamiz o'tirib, u ham tradingda bugungi kunda o'sha paytda juda ham yosh, tajriba haqiqatda menda ham, unda ham tajribamiz juda ham kam, yetarli emas har holda. Qanaqadir daromad qilish uchun yetarli tajribaga ega emasmiz. Lekin o'sha paytda maqsad qilgandik, Toshkentda ofisimiz bor edi boshqa.
ikkalamiz o'tiribmiz, hech qanaqa o'qitish, boshqa niyat yo'q, faqat ishlab, boshqa. O'shanda ikkalamiz o'tirganimizda vaqti kelib, biz ham qanaqadir fond yaratsak, qanaqadir jamiyat yaratsak, mana shu logotip o'rnatamiz. Nomimiz Phoenix bo'ladi. Nima uchun Phoenix? Chunki u yo'qolmaydigan qush, yonadi, eng kuchli olovga aylanadi, kulga aylanadi, lekin u yana olovlanib, yana o'zini kulidan paydo bo'ladi. U hech qachon yo'q bo'lmaydi. Ya'ni g'oya shunaqa edi. Biz hech qachon yo'q bo'lmaylik. Mayli qanaqadir kul bo'lib ketarmiz. Lekin Phoenix shunaqangi qushki, u har gal kulga aylangandan keyingi uni paydo bo'lishi avvalgidan ko'ra kuchliroq olovlanib paydo bo'ladi. Biz shu g'oyani olganmiz. O'sha Asadbek bu bo'yicha bir necha qo'llanmalar, tajribamizdan kelib chiqib bir necha qo'llanmalar, kitoblar yozdik. Bugungi kunda kitoblarimiz bor. O'zimizning savdo tizimimiz, risk menejmentimiz, misol kerak bo'lsa o'sha psixologik gigiyena bo'yicha ham bizning qo'llanmalarimiz bor. Va Asadbek doim yonimda. Bugungi kunda o'sha Asadbek, men, Oyatulla, Smart Magdak treyderlar jamiyatida birgamiz va qo'limizdan kelgancha o'sha bizdan yordam so'rab kelgan tradingga qiziqqan va trading sohasida o'zini faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan har qanday insonga qo'limizdan kelgancha to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'sha shakllantirishga yordam berib kelyapmiz. Smart Magdakka men o'sha Namangandagi ofisini ko'rganimda haqiqatan atmosfera как бы Wall Streetda, to'g'risini xuddi shunday. Juda ham keng, katta, tipa nafas olishga qiynalib qoladigan joy emasda u. Xuddi shunday. Kirasiz, tradingni havosini olasizda. Xuddi shunday. Haqiqatan kirasiz. Men ichkariga, ayni interyerga ham, tashqaridan o'sha shunchaki bilinadi. Shunday qaraysiz, bu yerda treyderlar bor deb o'ylaydigan darajada. Bilgan bilmagan odam shu yerda treyderlar borligini biladi. Shunaqa emotsiya beradigan ofis bo'libdiki, hamma o'tda normalniy kazolardan dedi-ku. Biz kazolardanmiz. O'shanaqa o'tiradigan deb qaraladi-da. Ayni biz borganimizda ko'ryapmiz, haqiqatan menda emotsiya zo'r. O'tda o'quvchilarga havasim keldi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'qib bu yoqda sizlarni jamoalarda birga ishlash, yetmaganiga ularga investitsiya berilishligi, beriladi. Tartiblar juda ham zo'r, hammasi zo'r reja qilingan. Ya'ni maqsad kurs emaski, maqsad jamoa yig'ish. Smart Magdakka butun hali rejalar haqida yana gaplashamiz. Rejalarimiz haqida savol taylab qo'yganman. O'shalar bo'yicha bitta to'xtalib berasiz. Qani kim sizdan kutgan ekan, siz kutilgandan ham yaxshi rejalarni aytib bersangiz, Smart Magdakka ishonchi va uni kelajakdagi holatiga qarab yana motivatsiya olib, balki sizlarning jamoaga qo'shilishni istagan statistikali treyderlar paydo bo'lar yoki motivatsiya olib mana shu videoni ko'rib, ayni sizga shogird tushib, sizni risklaringizga o'xshab savdo qilishni o'rganish xohlaydiganlar paydo bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Chunki bitta ofisga kelib ko'rsin. Ofisga kelsin. Yana bitta narsani aytmoqchiman, ofis bo'yicha u joy akademiya emas. U joy jamiyat. Va biz shunaqangi muhit yaratishga harakat qildikki, biz shunaqa joylarni ko'rganmiz va bugungi kunda ham bolalar borsa ko'rishadi. Bizda foizda hisoblaydigan bo'lsak, professionallar 10%, yangi boshlaganlar 90% emas. Bizda aksincha. Bizda u jamiyatda yurgan, o'rganib o'sha joyda yurgan o'rganuvchi bolalar 10%, lekin uning atrofidagi 90% yurgan insonlar barchasi professionallar. Barchasi real shot boshqaruvchilar. Barchasi. Ya'ni bu degani tradingdan noni deganlar bilan ishlayapti. Albatta tradingdan pul topib, oddiy qilib o'zbekcha aytganda ro'zg'ori tradingdan qimirlayotgan insonlar u joyda. Ya'ni aytadi-ku, bari ozchilik ko'pchilikka moslashishga majbur. Bu majbur jamiyatda, как jamiyat. Ya'ni jamiyatda qaysi qatlam ko'p bo'lsa, ozchilik qatlam o'shalarga bo'ysunib, o'shalarga moslashishga majbur bo'ladi. Chunki ular ko'pchilikda. Ular ko'pchilik, baribir ularni bosimi o'tadi. Bizda shunaqaki, biz birinchi misol uchun o'qitamiz, o'rgatamiz deyishdan avval biz statistikali treyderlarni jalb qildik. Ko'rdik, tekshirdik, ishladi, pul yechdi, boshqa ana o'shandan keyin o'zimizga yangi treyderlarni jalb qilish boshladik. U ham qanaqa? Bizda investorimiz taklif berib qoldi.
o'qitaylik. Tashqaridan kimnidir statistikangiz bo'lsa oldimizga keling deb olishimiz mumkin, lekin biz uni psixologiyasini, misol uchun endi inson har xil. Uni maqsadi nima? Nima maqsadda keldi? Boshqa erta ketib qolsa-chi? Yana yangi olib kelib, yana o'rgatishga. Undan ko'ra biz o'zimiz olib kelaylik, o'zimiz tarbiya beraylik, bizni muhitimizdan o'sha nafas olib rivojlansin, u ketmasin. Eng asosiysi ketmasin u qolsin. Bizni bo'sh mablag'imizni olsin, boshlanishni oz-ozdan. Statistika, biz o'zimizni rivojlantiramiz, biz uni o'zimiz nazorat qilamiz. Zararini ham nazorat qilamiz. Zarari, o'sha kunlik zarari bu yetarli bo'ladigan bo'lsa, biz uni to'xtatamiz, bo'ldi. Hisob raqamini telefoniga ham qo'yishga yo'l qo'ymaymiz. Faqat kompyuterda, ofisdagi kompyuterda. Misol uchun 1% bugun zarar qilding, bo'ldi, to'xtat. Domino. Bor, bolalar bilan gaplash. Ko'chaga chiq, aylan, uyga bor, lekin bugun savdoni to'xtatasan. Ya'ni biz shu narsani doimiy ravishda davom ettirib borsak, bu unga xuddiki bir o'zini qanaqadir bir xarakter sifatida singib ketadi-da. U tushunadiki, demak shunaqa ishlashim kerak. Doimiy ravishda bu narsani olib borgan yurg'izishimiz natijasida u asta-sekinlik daromadga chiqqandan keyin o'zi ishonch boshlanadi unda. Biz aytgan algoritmga nisbatan, o'ziga nisbatan, o'zini savdolariga nisbatan ishonch ortadi. Bizni komandamiz bitta bo'lagi, biz bundan xursand bo'lamiz. Bizni yana bitta jamiyatimizga bitta fond boshqaruvchisi tayyor bo'ldi. Ya'ni o'zingiz bilasiz, bugungi kunda 10 o'quvchini olib kelib 3 oy dars berib, qanaqadir bo'lishi mumkin 4 ming, 5 ming dollar pul topadigan bo'lsangiz, lekin 100 ming dollar yoki 50 ming dollar bir oyda 6 ming dollar pul topsin. Qaysi biri yaxshi? Asablaringiz ketib, charchab, boshqa kimlargadir qaysidir o'quvchi sizni yaxshi ko'radi, o'zi harakat qilmasa ham ertaga biz aybdor bo'lib qolgandan ko'ra, o'sha kam sonli bolalarni oldimizga yig'ib, uni natijaga olib chiqsak, u ham xursand, biz ham xursand. O'ziga ham pul topadi, bizga ham. Rahmatli Murod Rajab aytgan-ku, ukam soqqani bos, ortib qolsa bizga ham bos deydi-ku. Xuddi shu tamoyil. Shunday qarang. Endi ayni mana shu Smart Magda haqida gapirish boshlaganimizdan keyin o'sha savolga bera qoling. O'zinglarni, ya'ni siz o'zingizni birinchi o'rinda avval o'zingiz haqida gapirib bersangiz, keyin Smart Magdakni yaqin 5 yil ichida qanday ko'ryapsiz? Juda ham ajoyib savol. Shaxsan o'zim Xudo xohlasa eng katta o'sha tradingga kirib birinchi daromadlarimni qilishni boshlaganimdan keyin eng avvalo shu mana Smart Magdaki qadriyati desak bo'ladi. Shunaqa treyderlarni rivojlantirib, shunaqa fond bo'laylik, treyderlarni shakllantiraylik, shunaqa jarayonga yetib kelish reja qilganmizki, ya'ni o'sha bizni jamiyatimizga kirish uchun testlarni topshirsin, sertifikatlarni olsin va biz unga pul beraylik, boshqarsin. Misol 15 etaj, 20 etaj binolarimiz bo'lsin. Misol va barcha tradingda, ya'ni savdogarlar, kimdir kriptovalyutada, kimdir Amerika birjasi, aksiyalar, misol uchun kimdir forex, lekin shunaqa bino bo'lsin, logotipimiz o'sha tepasida tursin. Buni qilamiz. Bu bizni nima kam joyimiz bor. Sizlarda hozir treyderlar yetishmovchiligi bor. Albatta, bizda shu kamchilik, shu, ya'ni bilim, o'sha savdoni etika, estetikasiga rioya qilishda, ya'ni moliyaviy bilim bir oz oqsayapti-da. Bitta narsa aytib o'tib ketay, bu narsaga o'zimizni o'zbek segment sababchi bo'lyapti-da. Biz insonlarni tradingdan qo'rqitib qo'ydik. Sezyapsizmi? Tradingdan insonlar, ya'ni qimorga tenglashtirib yuboradi. Xuddi shunday. Ota-onalar ishonmaydi. Ota-onalar, ya'ni yangi avlod emas. Avval katta yoshdagilar ishonmay qo'yishdi. Ishonmay qo'yishdi. Sabab nimaga? Chunki nazorat yo'q. Ya'ni kimdir o'zicha boshladi, kimdir signal kanali, kimdir borib otasiga aytadi. Shunaqa ota-onalar bor-da, farzandiga imkoniyat qilib berish xohlaydi. Farzandi ularni ishontiradi. Mana shunaqa bitta kanal bor yoki kanalni aytmasam, shunaqa narsa bor, men pul topa olaman, juda ham oson va ularga o'sha qanaqadir qarz olib bergan insonlar kelishdi oldimizga. Farzandimga qarz olib bergandik, oxiri surishtirsak, men sox ekan,
Sizlar mana ofis ochibsizlar, boshqa nima maslahat berasan? Endi nima maslahat berish mumkin? Hamma narsa bu bo'lgan. Ha, oldin o'qimaydimi, o'rganmaydimi, mutaxassis bilan gaplashmaydimi desak, bizga shuni aytmagan deydi. Ya'ni rejalarimizga keladigan bo'lsak, shaxsan o'zimda shunaqa bitta katta aynan mana Smart Magdak, shunaqa bir qanaqadir fond, hedge fond va bizni shu jamiyatimizda qanaqadir rahbar, qanaqadir ishchi xodim, unaqa emas. Treyderlar jamiyati bo'lsin. Hamma teng huquqli, hamma o'zini fikrini berganda eshitiladigan shunaqa jamiyatni yaratish. Va men o'sha jamiyatni ichida yashash xohlayman. Niyatim shu, ya'ni hedge fond niyat. Eng asosiy niyatim. Savdo jarayonlari hammasi o'zini yo'lda ketaveradi. Chunki biz o'sha yo'lga tushib bo'ldik-da. Endi niyat kengayish, masshtabni kattalashtirish. Smart Magdak treyderlar jamiyatini rejasiga keladigan bo'lsak, biz xudo xolasa respublikamiz bo'yicha birinchi navbatda shu eng asosiy nuqtalarga o'zimizni filiallarimizni ochamiz. Mana xudo xolasa 2025-yil rejalarimiz bor, o'zi rejalashtirib bo'lganmiz 2025-yilda. Buni sizlar bilan ham maslahatlashdik. Undan tashqari 2026-yildan respublika viloyatlarining markazlarida o'zimizni filiallarimizni ochamiz. Butun O'zbekiston viloyatlarining markazlarida ochamiz va o'sha joylarda albatta real hisob raqam boshqarayotgan statistikalik o'sha joyda qanaqadir o'sha kuratorlar bo'ladi. Boshqa albatta barchasi nazorat ostida bo'ladi. Va hamma o'sha respublikaning 12 ta viloyatida treyderlarni jamlab O'zbekiston Respublikasi bo'yicha rivojlanish va 2026-yilda bundan tashqari eng katta rejalarimizdan bittasi bu bo'yicha muhokama ham ketyapti. Sizlar bilan ham bu narsani muhokama qildik. Xudo xohlasa, biz o'sha qo'shni respublikalarga, misol uchun hozir birinchisi Qozog'iston Respublikasida eng yirik o'zimizni filialimizni ochamiz. Xudo xohlasa, ochmoqchimiz emas, ochamiz. Ochamiz va Qozog'iston filiali ochib, u joydagi ishlarni xuddi o'sha o'zimizning markaziy jamiyatimizga kabi ishlarni yurg'izib olgandan keyin eng katta maqsadlarimizdan bittasi, bu oxirgisi emas, bittasi o'sha Dubayda o'zimizni eng katta trading camp deydimi? Xuddi shunaqa, ya'ni malaka almashish. Ya'ni u joyda investorlar bilan muhokamalar bo'ladi. Investorlarimiz, ya'ni bizni jamiyatimizdagi professional treyderlarni Dubayga olib boramiz. U joyda fikr almashamiz, misol uchun tajriba almashamiz va o'sha treyderlarimizga bizga murojaat qilgan investorlarni yuzlashtiramiz. Ya'ni xuddiki inkubator. Ya'ni treyder bor, malaka bor, statistika bor. Mana ko'r, bizni o'zimizni jamiyat insoni, bizni bir bo'lagimiz, bizni nazoratimizda, biz bilan ham fikr, tizim bir. Bunda bilim bor, kapital kerak. Senda kapital bor. Mana kelishamiz, o'sha investor bilan kelishamiz. Biz investorlarga ham eshigimiz hozir ham ochiq. O'sha joyda Dubayda treyderlarni haqiqiy trading sferasiga olib kirish boshlaymiz. Tradingga kirgan insonlarga men aytmoqchimanki, qanaqadir $100, $1000 aylantirish haqidagi fikrda bo'lsangiz, bu sohaga kirmang. Yoki qanaqadir Beyzat aka, shunaqa gaplarni eshitaman-da. Men ota-onalarga ham murojaatim, farzandingizni trading sohasiga olib kirib kelayotgan bo'lsangiz, uni oldida, farzandingizni oldida oyiga $500 pul topib tursa bo'ldi, shuni o'zi yetadi degan gapni gapirish bu mumkin emas. Bu mumkin emas. Hali boshlamasdan oldin uni siqib miyasiga blok qo'yib qo'yamiz. Yo'q, конечно. $500 topa olmasa u aybdor. Ya'ni uni $500 topsa u zo'r. Bu soha siz bilasiz. Chegara yo'q. Biz minimum seminarda aytdim. Sizning boshlang'ich nuqtangiz $100,000 bo'lishi kerak.
siz boshlashingiz, ya'ni professional treyder sifatida ungacha bo'lgan jarayonni o'tishingiz kerak, lekin professional treyder sifatida boshlang'ich nuqtangiz $100,000 bo'lishi kerak. Hozir bilaman, juda ko'pchilik o'ylaydi, O'zbekiston sharoiti $100,000. Keling oldimizga. Biz sizga o'sha sharoit qilib beramiz. Qilib beramiz. $100,000 statistika o'rgatamiz, bilmasangiz o'rgatamiz, tajribangizni oshiramiz. Biz bilan bitta qozonda qaynaysiz, o'sha $100,000 bizda bor. Biz beramiz. Investor seminar jarayonida shunday chiqib hammani guvohligida, bu hazil gap emas, Beyzit aka. Hammani oldi. Ertaga bitta statistikasini ko'tarib kelsa, biz $100,000 berishimiz kerak. Mana kamera oldida aytaman. U misol uchun shuni video qilib mana aytganda bera olmadi. Biz unaqa narsadan qo'rqamiz. Loves. Biz aytaman-ku, olib chiqamiz. Bizda o'sha sharoit bor, qilib beramiz. Muammo yo'q. Sohaga kirib kelyapsizmi? Avvalo sohani o'rganing, tizimlashtiring, o'zingizni rivojlantiring, bizga qo'yib bering u yog'ini. Muammo yo'q, investor ko'p, bizga treyder kerak. Siz daromad qilsangiz, ochiq gapiraman. Siz daromad qilsangiz, o'sha investor bilan ishlayotganimiz evaziga siz bizni jamiyatimizda bo'lganingiz uchun rostini aytish kerak-da, mol sotsang aybini aytib sot deydi. Siz daromad qilgan vaqtingizda biz ham daromad qilamiz. Biz ham daromad. Sabab risk yo'q treyderda. Risk bizni bo'ynimizda. Investor o'rtasida biz turibmizmi? O'sha qanchadir riskiga biz investor bilan hamkorlikda kelishgan bo'lsak, treyder u riskni bo'yniga olmaydi. U prosta ishlasa bo'ldi. Qanaqadir risk bizda. Demak, u pul topsin, biz ham pul topaylik. Investor ham pul topsin. Biz unga mehnat qilamiz, biz uni rivojlantiramiz, ko'taramiz, muammo yo'q. Smart Magdak treyderlar jamiyati, xudo xolasa, O'zbekistonning barcha viloyatlar markazlarida, Qozog'istonda, mana xudo xolasa Qozog'istonda bizni ko'rib turishgan bo'lsa, bizni kutinglar, juda ham katta komanda bilan boramiz. Bunaqasini ko'rmagansizlar. Bu maqtanish emas, bu bor narsa. Statistikalarda isbotlab qo'yishim mumkin. Shunaqa kuchli jamoa bilan boramiz. Biz atmosferani biz ko'rsatamiz. Trading qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa ishlash kerak, treyder qanaqa inson bo'lishi kerak. Biz ko'rsatib beramiz hammasini. Bizni hali ko'p, bizni nomimizni eshitishadi. Kech qolib ketgan insonlar juda ham afsus qilishadi. Ishoning. Men bunga va'da beraman. Chunki bizda reja bor, bizda statistika bor. Biz hamma narsamiz aniq maqsad. Biz ko'ra olgan narsamizni maqsad qilganmiz. Agar bizda ozgina bo'lsa ham shubha bo'ladigan bo'lsa, eng yomon narsa hijolatda qolishda. Men jamoamizga ham aytganman. Nimadir gapirishimizdan oldin, nimadir reja qilishimizdan oldin biz o'shani vizualni ko'ra olamizmi? Ko'ryapmizmi biz shu Dubayda shu narsani qilish ko'ra olamizmi? Albatta, komanda aytibdi. Qo'rqmayapti. Nimaga? Xohlagan investor kelsin, statistikamizni ko'rsin, ishlaymiz. Bizda qo'rqish yo'q. Trading sohasidan qo'rqish kerak emas. Sizda riskingiz jilovlanganmi, qo'rqmang. Bu soha qo'rqinchli soha emas, bu soha qimor emas. Bu sizni qanaqadir chuqurga tushirib yormaydi. Faqat sizni o'sha chuqurga tushib ketmasligingizni oldini olib turadigan jamoa kerak-da. Mana qanchadir muddatga, mana qanchadir o'sha siz oyoqqa turib olguningizgacha, ma'lum bir yo'lga tushib olguningizgacha. Lekin baribir jamoa kerak. Baribir ustoz, shogird an'anasi bu oldindan bo'lgan, bundan buyog'iga ham bo'ladi. Sizda jamoa bor, hammasi yaxshi. Jamoangiz bo'lmasa, qachon to'xtash, qachon yurish, qanaqa fikr qilish, qanaqa xulosaga kelish qiyin-da bu, Beyzit aka. Taklif qilamiz. Kelinglar mana. Hamkorlarimiz mana Amarkets kompaniyasi, mutlaqo ishonchli brokersi kompaniya, ishonchli insonlar bilan ishlaymiz. Biz mana muammo yo'q. Har qanaqasi statistika tomonidan darslarimizga kirib ko'rishsin. 2 ta, 3 ta darsga qatnashsin. Biz berayotgan ma'lumotlarni asoslarini ko'rishsin. Muammo yo'q. Faqat bitta narsa, yana bir marta aytaman. Bu soha manaqa gap paydo bo'ldi-da. Bu kelajak sohasi. Bu kelajak sohasi bu sal nisbiy narsa. Bu 3 asr tarixdan kelayotgan soha bu. Bu soha. To'g'ri. Ildizi juda ham uzoq tarixga borib taqaladi. To'g'ri, bu kelajak sohasi, lekin buni ildizi juda ham baquvvat kelajak sohasi.
Bu qanaqadir shunaqa savollar berishdi. Trading sohasi yo'q bo'lishi mumkinmi? Savol. O'rgansam yo'q bo'lib qolsa demoqchimi? Ishoning. Deyman, bu savolni juda ham qiynaydi-da. Endi bu narsa qanaqadir negativ ularga fikr bildirish bu mutlaqo xatoda. Chunki nimanidir bilmaslik bu ayb emas. Lekin bilgan narsa, bilib turib o'sha xatoni yana qaytarsa, u boshqa muammo. Lekin bilmasdan turib aytadigan bo'lsa, vaqtimizni ayamasdan tushuntiramiz-da. Bu shunaqa. Yer sayyorasida ikkita inson qolsa ham bozor davom etaveradi. Chunki unga nimadir kerak, bunda bor. Bu ikkinchisiga nimadir kerak, bunda bor. Almashtirsa bozor, tamom, bu shunaqa soha. Oilangiz sizni faoliyatingizga qanaqa qaraydi va oila jarayonida sizni o'rningiz hozir mavjudmi? Faqat siz komandirovkalarda yo'qda bu yoqda yurasizmi, safarlarda yurasizmi, oila davrasidamisiz? Qani motivatsiya bersangiz yoshlarga? Bu juda ham ajoyib savol. Rostini aytaman. Men o'sha lavozimlarda ishlaganman, boya o'sha suhbatimiz boshida aytdim. Men o'sha O'zbekiston Respublikasida iqtisodchilar o'qishi mumkin bo'lgan eng yuqori akademiyada o'qib tugatganman. Va bu meni endi respublika darajasida rivojlanishim uchun asos bo'lishi kerak edi. Va ota-onam buni kutishyapti. O'g'lim bank moliya akademiyasini bitirdi, budjetga kirdim. Muammosiz moliyada ishlayman, yaxshi joy. To'satdan fikrim o'zgardi. Davlat sohasidan to'la chiqib ketdim. Trading sohasiga mutlaqo yo'nalishimni burdim. Albatta, rostini aytaman, bu ota-onamni qayg'urishiga, ota-onamni xavotir olishiga haqqi bor. Busiz iloji yo'q, chunki ular to'liq tushunmaydigan soha bu. Birinchi, to'g'ri ishonishmagan, juda ham boshqacha qarashgan. Onam bilardi. Men aytdim, shu institut davrimda onamga aytib notebook oldirganman bu narsaga-da. Chunki haqiqatda o'zimda pul bo'lmaganda. Lekin o'shanda ham onam aytardi, baribir o'g'lim, davlat ishi bu davlat ishi. Borib kelib tursang pul beradi-ku. To'g'ri. Lekin olgan pulimni yashash uchun, tom ma'noda inson sifatida yashash uchun o'zimga ishlata olmasam, nima qilaman unaqa daromad keltiradigan joyi? Bu meni shaxsiy fikrim. Bu birovni o'zini ishidan ko'nglini sovishi uchun emas. Men boya aytdim-ku, davlat ishini tashlamang yoki etikdo'z bo'lsangiz, novvoy bo'lsangiz tashlamang, muammo yo'q. Lekin bitta narsa borki, ular to'g'ridan to'g'ri qabul qilisha olmagan. Ular meni pul topishimni bilishadi. Trading sohasidan qanaqa pullarni topishimni, qanaqa pulim borligini, boshqaruvda pul bilishadi, lekin qabul qilisha olmaganda bu narsani. Juda ham og'ir bo'lgan. Juda ham og'ir. O'zimga ham psixologik juda ham qattiq bosim bo'lib ketgan. Bu juda ham og'ir tushuntirganman, boshqa qilganman. Bugun xo'p deyishadi-da, ertaga yana qarang, hozir o'tiribman oq ko'ylak, kostyum shim, lekin trading sohasida shunaqa bilasizki, bunaqa dress kodda yurish doim emas. To'g'ri. Misol, to'g'ri yuramiz boshqa, lekin trading sohasi haqiqiy tom ma'noda erkinlikda. Siz o'zingizga xohlagan yashash tarzini yasab olasiz buni. Siz inson sifatida yashaysiz-da. Faqat o'sha natijalarga chiqish shart. Men uyimdagilarga aytgan, endi u paytda meni yoshim ancha katta, o'zimning shaxsiy hayotimni, o'zim shaxsiy qaror qabul qilish o'sha yoshiga yetib borganman. Ota-onam meni qarorlarimni hurmat qilishadi, hech qachon to'sishmadi, lekin o'shanda ham gumon bor. To'g'rimikin? To'g'ri qildimmikin? Juda ham ko'pchilik trading sohasiga polni o'zimni fokusimni trading sohasiga qaratganimdan keyin ham juda ko'p joylardan o'sha ko'rishadi. Futbolka, jinsi shim, krossovka, ko'chaga chiqib ketdim. Tasavvur qiling. Har kuni ertalab oq ko'ylak, kostyum shim, galstuklarni taqib ishxonasiga ota-onadan duo olib chiqib ketayotgan bola bir kechaning ichida ko'cha bolasiga aylanib qoldi. Tasavvur qiling. Tushundim. O'zimizni farzandimizda qabul qilib ko'raylik, bu og'ir masala. Chunki qaraysiz, o'g'lingiz turmush tarzini mutlaqo o'zgartirib yubordi. Nima vaziyat, qanaqa holat? Tushuntirganman, vaziyat boshqa. Men aytmoqchimanki ota-onalarga, bu soha ham galstuk taqib, oq ko'ylak, qora shim kiyib, ofisda o'tirib ishlanadigan ish.
kim qanaqa xohlaydi? Men yana bir marta aytaman. Kimning ayoli, kimnidir xo'jayini, ayol kishilar ham juda ko'p ta'sir ko'rsatadi-da, haligi o'zini turmush o'rtog'iga, erkak kishiga. Yoki ota-onalar farzandiga. Misol. Agar shu sohani tanlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, ishonchli ustozlarga yo'naltirib imkon berish kerak. Bu soha xuddi boshqa sohalar kabi ilmini to'g'ri qabul qilib olinsa, juda ham yaxshi natijalarga olib chiqib ketadi. Vaziyatni tushuntirganman, topayotgan pullarimni ko'rishgan, hamma narsani yaxshi yomon, ya'ni nimani yo'qotishi mumkin, nimani topishi mumkin, hammasini tushuntirib berganman. To'g'ri aytyapsiz, juda ham ko'p uzoqqa safarlar, mana bugun ham hozir ham safardamiz. Bu narsalar ozgina vaziyat har xil holat yuzaga keltiradi, lekin nima desam bo'ladi? O'zi tushunishadi bugungi kunda. Va men ota-onalarga, ya'ni o'sha trading sohasiga kirib borayotgan insonlarni atrofidagi ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan insonlarga aytamanki, bosim qilmaslik kerak. Bu soha qo'rqinchli soha emas. Bu ishonchli, butun dunyoni markaziy banklari, yirik kapital boshqaruvchi fondlari, kompaniya, korporatsiyalar savdolarini amalga oshiradigan bu yirik bozor bu. Bu yo'l qo'yib berish kerak, to'g'ri tushunish kerak. Naborot, yana ham ishonch bildirib, avval bilim ol, shu ustoz bilan ko'rishsin, boshqa qilishsin, vaziyatni nazorat qilishsin, o'sha nazorat qilish chegarasida. Yo'l qo'yib berish kerak. To'g'ri, oila a'zolari qabul qilish qiyin bo'ladi. Ya'ni sal qo'polroq yoki xunukroq gapirib qo'ysam ming bor uzr, eski davr avlodi bor-ku. Eskidar an'anaviy bozorlarga o'rgangan avlod bu narsani qabul qilishi mutlaqo qiyin. Bugungi kunda mana biz smartfon ishlatamiz, hamma ishimizni smartfonda ishlab o'tiramiz. Lekin uyimizdagilar aytishadi, "Buncha telefoningga qaraysan, nimaga telefoningga qaraysan?" Hozir men shu telefonimda bajarmasam, ishxonamda o'tirib qilishim kerak-da. Men telefonimda bajarib o'tirman, lekin siz oldingizda o'tiribman. Bu menga qulaylik. Bajarib olaman, qo'yib qo'yaman. Lekin ular shu narsani to'g'ridan to'g'ri qabul qilisha olmaydi. Ish qilyapkanmi? Ish qilyapkanmi? Mana shu gadjet sizni oldingizda bir haligi sizga qarab shu ishxonamda o'tirgandan ko'ra mana shu joyda bajarishim imkoniyat beryapti. Ya'ni hamma narsa evolyutsiya bo'lib boradi, ya'ni rivojlanib boradi. Ya'ni bu sohamiz ham vaqt o'tishi bilan rivojlanib kelyapti-da. Bu narsaga yo'l qo'yib berish kerak. Misolda, endi juda ko'p og'riqli masala bor. Endi uni gapirib qo'yishdan sal uzoqroq yuraman, bu mavzularga kirmaslikka harakat qilaman. Undan tashqari misol uchun juda ham katta, misol uchun ishsizlik darajasini ham kamaytirishga sababchi bo'ladigan sohalardan bittasida bu. Misol uchun, ya'ni davlat tomonidan xarajatsiz ish o'rini yaratish mumkin bo'lgan sohada bu. Mana o'sha davlat tizimida ishlagan inson sifatida mana bugungi kunda ishsiz aholi qatlamini mayli hammasi unaqa bo'lib ketmasin, lekin 100 tasidan 10 tasi sof daromad, ya'ni eng asosiysi chet el valyutasini olib kirib kelyapti bu davlatga. Bu bitta plus. Ikkinchisi, o'sha ishsiz qatlamning ma'lum bir qismi shu stabilniy, ya'ni razgonlar emas, ya'ni stabilniy daromad qilish darajasiga olib kelinsa, bu ishsizlikni, undan tashqari misol uchun o'zimizni tadbirkorlik darajasini ham ko'taradi. Ya'ni sotib olish qobiliyatlarimiz bor. Bizning eng katta indikatorlarimiz. Ya'ni shu sotib olish qobiliyatini ham ko'taradi-da. Bu juda ko'p narsaga richak bor bunda. Lekin endi uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Sal ipni bo'shroq, yechib sal bo'shroq qo'yib yuborishimiz kerak. Ya'ni hadab yangilikni qilsaversak, yangilikni qilsa bu shubha bilan qarayveradigan bo'lsak, rivojlanish bo'lmaydi. Davlat tashkilotlari hamma bitiruvchilarga ish bilan ta'minlab berish kuchiga ega emas. To'g'risi gap, bugungi kunda o'zi davlat tashkilotlari maksimalni qisqartirib xususiylashtirish harakatida yuribdi. Xususiylashtirilgandan keyin tadbirkor kamroq ishchi ishlatib, ko'proq daromad qilish xohlaydi. Shunaqa jarayon ketayotgan bir paytda chet el valyutasini O'zbekistonda turib, hech qanaqa bir yomon yo'nalishga kirib ketmasdan, o'zini farzandi O'zbekistonning ichida noqonuniy yo'lga kirib, har xil noto'g'ri ishlarni qilib qo'ymasdan, o'zini oilasini bag'rida o'tirib pul topgani yaxshi emasmikin deb o'ylab qolaman-da. Juda ko'p savollar borda, qiynaydi-da.
Ota-onalar kelishadi shunaqa. Mayli xo'p, rejani aytib beringchi, xo'p, u bo'ldi, bu bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa-chi? U yoqqa borib ishlab keldi, bu yoqqa nima qiladi? Sizni yoshingiz katta bo'layotganini ko'ra olmasa, siz buni katta bo'layotganini ko'ra olmasangiz, farzandlarining yoshligini ko'ra olmasa, undan ko'ra buni o'rgansin, ilmini qilsin, biz olib chiqib ketamiz daromadga. Lekin vaqt bering, sal ipni bo'shating farzandingizga. Siqib, sen mana shu yoshingda mana shuncha pul topishga unaqa demay turing. Ilmini qilaylik, keyin keladi o'zi. Bunaqa savollar ko'pda. Ya'ni men bugungi kundagi o'sha oilalarga yo bo'lmasa o'sha qanaqadir tradingga kirmoqchi bo'lgan, qiziqib, men shu sohani o'rganmoqchiman deb oilasiga fikr bildirganda, nima qilasan? Bu qumor emas. To'xta. Mutaxassis bormi shuni o'rgatadigan? Topdingmi? Qidir mutaxassisga. Birga boramiz, o'rganasan boshqa. Keyin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hech kimga negativ fikr bildirmasdan turib bitta narsani aytmoqchiman. Sizni farzandingizga ilm o'rgatayotgan insonning yoshiga ham e'tibor berib qo'ying. Yoshiga. Biz nimaga yoshlarni bo'lib chiqamiz? Ya'ni yosh, o'smir, yosh kattalar. Bu narsa kitobda o'qiganimda emotsional holatdan kelib chiqib yosh chegarasi belgilangan ekanda. Ya'ni misol uchun bizda o'sha necha yoshgacha? Shu 18-20 yoshgacha o'smir bo'ladi-ku. O'smirlarning qoni qaynoq va fikr qaror qabul qilishi juda ham tez bo'lishi. Bu narsa juda ko'p narsaga ta'sir qiladi-da. Shuning uchun sizni o'g'lingizga nimadir o'rgatayotgan insonning yosh chegarasiga ham e'tibor berib qo'ying. To'g'ri, bitta maqolamiz bor. Endi o'sha maqolga yopishib olish ham noto'g'ri-da. Ya'ni ilm yoshda emas, ilm boshda emas, ilm yoshda emas, boshda. Yo'q, to'g'ri, ilm boshda, lekin tajriba degan narsa bor-da aka. U yillar davomida kelib chiqadi-da. Qarang, yangi boshlayotgan traderlarga qanaqa maslahat berasiz va ular sizni oldingizga kelsa, ularga yordam berasizmi? Smart Magdak qanday yordam bera oladi ularga? Xo'p, yangi boshlovchi traderlarga yana bir marta aytaman, hech qachon sohaga kirgan paytingizda daromad haqida o'ylamang. Boshlanishda siz birinchi ilm o'rganing, yaxshi ustoz, yaxshi komandaga joylashing, mahkam ushlang. Bitta tizim, ya'ni bitta tizim ma'lum muddat ishlamay qolishi mumkin, bu bor narsa. Ya'ni bozorga o'sha qanaqadir siz ishlayotgan tizim to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Bu bor. O'sha paytda buni tashab yana bunga, undan bunga sakramaslik kerak. Bitta ustoz, bitta jamoa, bitta sistema, bitta tizim o'shandan oxirigacha va eng asosiysi o'z ustida ishlab o'sha narsani rivojlantirib borish kerak. Turg'un bo'lib qolmaslik kerak. Ya'ni hattoki suv ham bir joyda ko'p turib qolsa ayniydi. Oqayotgan suv doim yaxshi saqlanadi. Shunga o'xshab o'sha bitta tizim ushlash kerak. Vaqt o'tishi bilan o'zini rivojlantirib borish kerak. Smart Magdak traderlar jamiyati qanaqa yordam beradi? Bizda atmosfera juda ham chiroyli. Noldan boshlab o'rgatamiz. Kerak bo'lsa depozitiga ham yordam beramiz. Bizda yana aytaman, statistikaga ega bo'lgan, tajribali, real bozordagi turli xil nyuans holatlarni uzoq muddatdan beri ko'rib kelayotgan traderlar jamoamiz bor. Xohlagan inson kelishi mumkin. Biz ularga qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Xato kamchiliklari bo'lsa, uni to'g'rilashga ham yordam beramiz. Sistemalarni ko'rib chiqishlarga yordam beramiz. Hattoki depozitga ham yordam beramiz. Biz har qanaqa vaqt, har qanaqa holatda eshigimiz ochiq, xohlagan payt kelishlari mumkin. Yoki o'sha bizning ishonch telefonlarimiz bor, yoki o'sha telegramlarimiz bor, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hattoki onlayn tarzda bizdan qanaqadir ma'lumot olishlari yoki qanaqadir jarayon holatda muhokama qilishimiz ham mumkin. Muammo yo'q. Har qanaqasiga biz yordam berishga va biz tayyormiz. Bu bo'yicha hech qanaqasiga muammo yo'q. Tushunarli. Demak, o'rtoqlar, sizlar bilan Amarkes Brokerlik kompaniyasi analitik Behzod va Phoenix Traderlar klubi asoschisi Bahrom Davlatov bo'ldi. Hozirgi kunda bular Smart Magdak Traderlar jamiyati hamkori hisoblanadi. Smart Magdak Traderlar jamiyatini ijtimoiy tarmoqlarni mana shu video ostida topasiz va bularning ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yana batafsil ma'lumot olib, ayni mana shu Phoenix Traderlar klubi asoschisi bo'lgan
Bahrom Davlatini o'zlari bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, ayni ularning ofisiga tashrif buyurishingizni so'rab qolamiz. Barchaga rahmat o'rtoqlar, fikringlarni albatta kommentariyada kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Sizga ham tashrif uchun rahmat. Salomat Rahmat, bo'ling. sizga ham taklif uchun. Rahmat.